Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Jarvis va Edox uyini Windows 10 da o'rnatamiz. Bularni Telegram kanalidan qoldiraman. Telegramda bor. Telegramga kirib olsak, mana bu yerda linki bor. Shuni yozib, qidirib, bemalol yuklab olasizlar. Mana bu yerda Edox uyi haqida, bu yerda Jarvis haqida mana tashlab qo'yganman. Bundan chiqamiz. Jarvisga kira boshlaymiz. Buni bosamiz, buni next, install, next. Bu yüklayapti. Jarvis'da sizlar birinchi tortganlaringda sizlarda APK key bo'lishi kerak bo'ladi. Uni qanday olishdan hozir ko'rsataman. Uni Jarvis'ga qo'yib, juda oson. Men buni oldin ham ishlatgan edim, o'shaning uchun yo'q edi. Har xil saytga kirib olamiz. Masalan, Google. U tortguncha, keyin bu yerga Google Studio deb yozamiz. Mana bu yerda birinchi bo'lib chiqib kelyapti. Bu yerda boshqalari ham bor. Masalan, birinchisi har doim ishonchli bo'ladi. Bu yerdan get started. Sizlarda birinchi mana shunday bo'lishi mumkin. Buning uchun dashbordni bosib, APK ni bossak, endi create APK ni bosamiz, yangi key qo'shish. Bu yerga yozamiz Jarvis deb. Mana shu key bo'ladi. Buni saqlanib qilib bemalol ishlataverasizlar. Hozirda tortildi bu. Jarvisni endi ochadigan bo'lsak, APK so'ramadi mana. Chiqamiz. Endi buni uni APK ni o'zi shunday joyga qo'yaverasizlar. Mana hozir ko'rsatib beraman. Oldin ham qo'ygan edimda. Mana shu yerga bemalol qo'yib ishlataverasizlar. Endi Edox uyini ishlatamiz. Bu yerdan dalay bo'limi, qayerga ustanovit bo'lishi bu. O'zlaring ochib olishlaring ham mumkin. Obzorni bosib, farqi yo'q. Buni ustanovit bo'ldi. Готово. Steam'ga o'xshaydi, PowerShell. Bu yerdan mana ishlayman bo'ladi. O'rtoqlar, mana ikkalasi ham o'xshadi.